Hammaga assalomu alaykum. Bugun Adinxit registratsiya qilamiz balans to'ldirishda ham ko'ramiz. Promokoddan to'g'ri bonus olishni ham aytib o'tamiz hozir. Bizlarga O'zbekiston tursin. Summamiz dollarda. Promokod degan joyga F777 yozamiz. Yozganimizdan so'ng mana bonus degan joyda o'zi bossak ko'rsak bo'ladi. Mana sport o'yinlari uchun birinchi depozit uchun $400 bonus beradi. Promokodga mana kazino bir gameslar uchun $1750 bonus beradi. Plus 150 ta Beeple Spin. Bu mana bir ikkita kodlarga o'xshab men promokoddan o'tganingizda balansingizda boyagi pul paydo bo'lib qoladi yoki bo'lmasam o'sha ro'yxatdan o'tasiz, promokoddan bonus beradi, qo'tog'da beradi. Yozib qo'yibdi mana yerda Adinxit o'zlari. Promokodni kirgizganimizdan so'ng mana kazino bir games o'yinlari uchun birinchi depozit uchun $1750 bonus plus 150 ta spin deb. Adinxit o'zi allamasa kerak. Depozit qilgandan keyin bonus beraman deb. Bu yerda ganonlarga ishonib qolmanglar. Promokoddan o'tib nima edi? Bonus olaman deb. Qo'tog'da ham bermaydi bonusni. Birinchi depozit qilgan odamga bonus beradi faqat. U bilan akkaunt ochib hammaga bonus beraverganda bo'lmasa, hamma akkaunt ochib vay qilaveradi. Uyda yotib akkaunt ochadi odamlar. Men ochganimizdan so'ng tepada настройка bo'limi turibdi. Yana bitta shunga bosamiz. Qalamcha turibdi заполнить данные. Bu yerdan имя, фамилия, отчество, data рождения и институт. Место рождения. Короче, shuda anglashsin. Shularni to'ldirib chiqamiz o'zimizning dalillarimizni. Mana yerda kashlik channel pluscha turibdi o'zi. Kirganimizdan so'ng bu yerda akkauntimizga pul to'ldirsak bo'ladi. To'ldirganimizdan so'ng pulimizni ham shu nastroykaga bosamiz, minuschasi pul chiqarib beradi. Shu gapim, shu boshida aytgan gapim, bir ikkita ganonlarga ishonib qolmanglar. Promokoddan o'tasiz, birdan bonus beradi yoki bo'lmasa akkauntda pul ko'rsatib qoladi. Qo'toq deb hammasi. Promokodimiz F777. Shuni yozasizlar. Birinchi depozitni qilasizlar, bonuslarni olaverasizlar.